Hozir. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizga kim kerak? Men shu uyning egasi bo'laman. Ismim Quvonchbek. Uzr, tanimabman. Hech qisi yo'q. Mani ko'chib kelganinglarga ham 1 oy bo'ldi. Shunga ijara pulini bersangiz deganim. Bo'ldi. Hozir olib chiqaman. Nega uyga kirib oldingiz? Mana pulingiz. Tashqariga chiqing. Uy meniki. Nega haydaysan? Endi uy meniki deb erkak kishi yo'q uyga kirishga uyalmaysizmi? Vahima qilma. Xohlasang mana bu pulingni qaytarib olishing mumkin. Tushunmadim. Tarixini eshitdim. Butun umr yolg'iz yashamaysan-ku. Hali yosh bo'lsang, agar rozi bo'lsang, meni ikkinchi xotinim bo'ldi. Mana shu uyda bemalol yashayver. O'zim himoyamga olaman. Nima deysan? Rozimisan? Menga qara. Sen meni kim deb o'ylayapsan? Nima? Senga ko'chada qolgan ayolga o'xshayapmanmi? Puling ham uying ham boshingda qolsin. Nomard. To'xta, shoshma. Qo'yvor. Qayoqqa shoshyapsan? Qo'yvor dedim. Menga qara. Qo'yvor qo'limni. Shoshma. Qo'yvor. Tushunmadim. Ko'rmaysan onajonisi? Ijara pulini so'rab kelgandim. Boshqa usul bilan to'lasam bo'lmaydimi deydi. Meni xotinim, bolalarim bor dedim. Ularni yaxshi ko'raman deyishimga qaramasdan, meni qo'limdan